Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Shu so'zda biz 3,5 metrli joyga devor mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraman. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ichlari 100% eski, o'zlarining eski shkaflaridan foydalanib tayyorlayapmiz. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Pekard laminat matvesidan tayyorladik. Xo'p, ichiga eski despelar ishlatildi. Bir taraf shkaf, bir taraf taxmon, o'rta polkali, bu taraf shkaf taraf. Moshlar vakuumli, qora turbali ruchkalar. Bu taraf polkamiz. Xo'p, pastdan tepaga qarab, o'sha odam bo'yigacha ko'rpa taxlashadi. Tepasiga o'sha adyol mayda shudalar qo'yiladi. Xo'p, narxi 4 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Eski shkaf ichiga ishlagani uchun bu yerda 4 million so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.